Dunyo 2023-yil 7-oktyabrda to'satdan bo'linib ketmadi. Faqat asrlar davomida mavjud bo'lgan bo'linish ochiqqa chiqdi. Isroil tarafdorlari va Falastin tarafdorlari 7-oktyabrda Hamas jangchilari va boshqa falastinlik guruhlar Isroilga quruqlik, dengiz va havo orqali keng ko'lamda hujum boshladilar. Taxminan 3000 ta raketa otildi. 3000 dan ortiq jangchi chegara to'sig'ini bosib o'tdi. Taxminan 1200 kishi, shu jumladan tinch aholi halok bo'ldi. 253 kishi garovga olindi. Azoblash va jinsiy zo'ravonlik haqida xabarlar tarqaldi. Isroil urush holatini e'lon qildi. Temir qilichlar operatsiyasini boshladi. Talablar aniq: garovdagi kishilarni qaytarish va Hamasni tarqatish. Men diniy hamdardlikni ko'ryapman, lekin xolislikni ko'rmayapman. To'xtab obyektiv fikrlay olamizmi? Agar bu bizning uyimiz bo'lsa, farzandlarimiz xavf ostida bo'lsa, nima qilar edik? Izohlarda yozib qoldiring. Isroilda tinchlik uchun duo qiling, haqiqatni izlang va obuna bo'ling.